Aziz bolajonlar, bugungi mavzumuz quyosh tizimi. Quyosh tizimi atrofida sayyoralar mavjud. Siz uni bilasiz. Quyosh tizimi atrofida sayyoralar bir-biriga tegmasdan turib o'z orbita yo'lida harakatlanadi. Quyosh tizimida 8 ta sayyora bor. Buni biz bilamiz. Xo'p, aziz bolajonlar, Yer quyosh tizimidagi eng muhim sayyorami? Yer eng muhim sayyora. Yerda hayot bor. Yerda suv, kislorod bor. Yerda odamlar yashaydi. Yo'q, boshqa sayyoralar ham muhim. Masalan, Yupiter quyosh tizimining barqaror tutadi. Marsda hayot izlari yo'q. Barakalloh, ofarin. Quyosh tizimida 4 ta kichkina va 4 ta ulkan sayyoralar bor. Xo'p, qani kichik sayyoralar va ulkan sayyoralar haqida kim o'z fikrini bildiradi? Marhamat. Kichik sayyoralar quyosh atrofida unga yaqin masofada aylanadigan sayyoralar. Barcha kichik sayyoralar zich va toshsimon bo'lib, ularning yo'ldoshlari juda kam. Bular Merkuriy, Venera, Yer va Mars. Katta sayyoralar deganda 4 ta yirik sayyora tushuniladi. Yupiter, Saturn, Uran, Neptun. Barakalloh, ofarin. Aziz bolajonlar, marhamat, joyimizni egallaymiz. Mana bu quyosh sistemasidagi sayyoralarni o'z o'rniga demak joylaymiz. Marhamat, birinchi sayyora qani? Navbat bilan sayyoralarni o'z o'rniga joylashtirib chiqamiz. Ofarin, keyingi. Judayam yaxshi. Marhamat. Judayam yaxshi. Va so'nggisi ofarin bolajonlar, mana biz quyosh tizimidagi sayyoralarni o'z o'rniga joylashtirdik. Xo'p, bu sayyoralar haqida biz qanday fikrga egamiz? Marhamat. Demak, Merkuriy Quyosh yaqin va eng kichik sayyora. Ofarin. Venera sayyoralar ichida eng sirlisi va ulkan organik. judayam yaxshi. Marhamat. Yerda hayot mavjud. Judayam yaxshi. Mars quyoshdan uzoqligi bo'yicha 4-chi sayyora. Ovozimizni balandroq qilib, chiroyli javob beramiz. Marhamat, Saturn. Qani Saturn haqida fikrini bildiradi. Saturn katligi bo'yicha 2-chi ulkan sayyora. Qani Uran, marhamat. Uran shunchalik sovuq sayyoraki, undagi gazlar suyuqlik va muzga aylanadi. Judayam yaxshi. Neptun, marhamat. Neptun muzli sayyora bo'lib, alomat va
faqat matematik hisob-kitoblarga ko'ra aniqlay olishgan. Aferin, barakallah. Demak, biz barcha sayyoralar haqida o'z fikrlarimizni bildirdik. Qani xulosa qilib nima deymiz? Yerga yaqin joylashgan ayrim sayyoralarni oddiy maxsus uskunalarsiz oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Ular quyosh nurini aks ettiradi va ularni bizlar yorqin yulduz sifatida ko'ramiz. Sayyoralardan boshqa yulduzlar farqi miltillamasdan bir tekis turadi. Barakallah. Demak, darsimizni mustahkamlash uchun biz bir nechta savollar bilan men sizga murojaat qilaman. Xo'p, Quyosh tizimida nechta sayyora bor ekan? Marhamat. Quyosh tizimida 8 ta sayyora mavjud. Barakallah. Yer Quyosh tizimida nechinchi o'rinda turadi? Malika. Yer Quyosh tizimida 3-o'rinda. Aferin. Xo'p, qaysi sayyoraning demak halqasi mavjud? Qani Akmal? Saturn o'rin. Saturn o'rin. Xo'p, bu halqalar nimalardan iborat? Kim javob beradi? Bu halqalar nimalardan iborat? Qani Shebek? Gaz va suyuqliklardan. Yana kim to'ldiradi? Chang va gazlardan. Iborat. Barakallah, aferin. Aziz bolajonlar, mana bugun biz Quyosh tizimidagi sayyoralar haqida bilimimizni mustahkamlab oldik. Demak, biz bu bilimga egamiz. To'g'rimi bolajonlar? Rahmat sizga.